Turkmanistonning birinchi aqlli shahri Arqadag'ning 3 yilligi keng ko'lamli bayram tadbirlari bilan nishonlandi. Yubiley munosabati bilan bu yerda xalqaro forum va xalq sayllari o'tkazildi. Bugungi kunda Arqadag' ekologik toza transport, aqlli avtoturargohlar, quyosh panellari, shamol generatorlari, yuqori tezlikda ishlovchi internet va 5G standartidagi aloqa mavjud bo'lgan respublikaning eng zamonaviy shaharlaridan biri hisoblanadi. 6 yildan buyon shaharning rivojlanishini kuzataman. Uning qanday qurilgani, kengayib borayotganini ko'rdim. Birinchi bosqich, keyin ikkinchi bosqichga kirishildi. Ishlar davom etmoqda. Bu har jihatdan ham chiroyli, ham zamonaviy shahar.